Farzandingiz telefon o'ynashdan boshqasini bilmay qolganmi? Unda mana sizga ajoyib g'oya. Oddiy karton qog'oz olib, bolalarim bilan ramka kesib oldik. Skoch yordamida ramkani bir-biriga biriktirdik. Bolalar ko'chadan gullar terib keldi. Va biz u gullarni ramkaning orqa tomoniga yopishtirdik. Natijada ajoyib yozgi aplikatsiya tayyor bo'ldi. Bu faqatgina hunarmandchilik emas, bu ularning xayoli, tafakkuri va sabrini rivojlantiradi. Yozgi ta'tilni telefonsiz ijod bilan o'tkazing. Bu bolangizni band qiladi, sizga esa sokinlik beradi. Yoz bu o'yin, ijod va mehr fasli. Siz ham sinab ko'ring. Bundanda qiziq mashg'ulotlar uchun albatta sahifamga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying.